Yurtboshimiz rahbarligida mamlakatimizda alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar sog'ligi va ta'lim tarbiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa nogironligi bor, eshitish, ko'rish, tayanch harakat tizimida muammosi bo'lgan bolalarni o'z tengdoshlari bilan bir qatorda voyaga yetishi va jamiyatga moslashishida muhim ahamiyat kasb etadi. Namangan tumanida yangicha yondashuvlar asosida davlat xususiy sherikchilik asosida faoliyat yurituvchi Mehr Nuri nomli kunduzgi parvarishlash xizmati faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozir shu haqda. Alohida parvarishga ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bugun maktab va maktabgacha ta'lim tizimidagi yangicha yondashuvlarda o'z ifodasini topmoqda. Namangan tumanida psixologik, tibbiy, pedagogik komissiyalar to'g'risidagi nizomga asosan 10 nafar imkoniyati cheklangan, ko'rishi, eshitishi, nutqi, tayanch harakat tizimida nuqsoni bor bolalar kunduzgi parvarishga qamrab olindi. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan ana shunday bolalar kompleks tibbiy, psixologik va pedagogik tekshiruv xulosalaridan so'ng ta'limning o'ziga xos turiga jalb etildi. Mazkur markazning taqdimot marosimida so'z olgan nuroniylar bolalar uchun yaratilgan sharoitlarni e'tirof etib, ular davlatimizning doimiy e'tibori va g'amxo'rligida ekanliklarini ta'kidladilar. Mazkur xizmat uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Ayni borada faoliyatda yangilik va innovatsiyalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 3-fevraldagi nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, nogironligi bo'lgan bolalarni oila qamrovida bo'lishini ta'minlash va ijtimoiy yetimlikning oldini olish maqsadida tashkil etilgan ushbu markazda oilalar vakillarini mehnat qilishi uchun sharoit yaratish asosiy maqsad qilingan. Davlat bilan xususiy sherikchilik asosida kunduzgi parvarish xizmatimiz ochildi. Nogironligi bor bolalarni 10 nafarni biz o'zimizning markazimizga qabul qildik. Bizning markazimizda bolajonlar uchun to'g'ri ovqatlanish, individual tarbiya, logopediya mashg'ulotlar yo'lga qo'yildi. O'zi harakat qila olmaydigan, gapira olmaydigan, yordamga muhtoj bolalarni individual qaraymiz va ularga mashg'ulotlarni o'taymiz. Fizioterapiya, massajlar, ovqatlanish va madaniy hordiq chiqarishlari ham ta'minlanadi. Bizda hozirda logopediya ustoz, vrachlar, doktorlar va enaga ustozlarimiz mavjud. Bu yerdagi inklyuziv ta'lim tarbiyaning asosiy jihatlari jarayonda maxsus vosita va metodlardan foydalanish orqali pedagog psixologlarni jalb etgan holda alohida e'tibor zarur bo'lgan bolajonlarga to'siqsiz muhitni yaratish, ularni jamiyatga moslashuvini ta'minlashdir. Imkoniyat cheklangan bolalarga ham boshqalar kabi teng munosabatda bo'lish, ularni aqliy va jismoniy rivojlantirish ushbu xizmatning alohida jihatlari bo'lib, bu borada ko'rishi, eshitishi, psixologiya va nutqiy rivojlanishdan ortda qolgan bolalar bilan turli usullarda ish olib borilishi natijasida ularda ijobiy o'zgarishlarga erishiladi. Farzandimni kunduzgi parvarishga olib keldim. Mana shu yer ochilganidan juda ham xursand bo'ldim. Shoqqacha bu qizim bilan birgalikda uyda jamiyatga qo'shila olmay, shuni parvarishi bilan ovora bo'lib juda qiynalgandim. Menda ota-onalarga bu imkoniyat bo'ldi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Prezidentimizga rahmat. Men shu farzandimdan ortib, mana o'zim ham jamiyatga qo'shilib ishli bo'ldim. Inklyuziv faoliyatdagi jarayonni tashkil etishda ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlashga asoslangan aqliy ruhiy ta'lim integratsiyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda rivojlanishdan ortda qolgan bolalarga bag'rikenglik muhitini yaratish, kompleks yondashuv, izchillik va tizimlilik prinsipi asosida ish olib borish ko'zda tutilgan.